Assalomu alaykum, hurmatli YouTube ishqibozlari, qulpnay ishqibozlari, yaxshimisizlar? Xo'p, bugun Alba qulpnay navining xarakteristikasi haqida gaplashamiz. Ushbu nav 2000-yillar Italiyada barpo qilingan. O'sha mashhur Angliyaning Albion navini avlodi hisoblanadi. Bu nav xarakteristikasida kitobida yaxshi hosil bersa, eng zo'r potensialini, o'zini kuchini ko'rsatgan payti 2 kilogacha hisoblangan. Bizni O'zbekiston sharoitida maksimal o'rtacha 1 kilo hosil olsangiz, bu juda ham barakali, eng yuqori hosil desak ham bo'laveradi. Lekin mana shu navda hozir birgalikda bitta navini, bir tupini, shodasini hisoblab ko'ramiz. Xudo xolasa, o'sha kitobida o'sha aytilgan xarakteristikasiga yarasha haqiqatan ham bor ekan, o'zini ko'rsatyapti. Allohga beminnat shukr. Mana shu darajada har bir shodasida mana shunday hosillar bor. Mana xo'p, ushbu nav Italiyadan O'zbekistonga 2022-21 yillar kirib kelgan. Balki bundan ham oldinroq kelganlar bordir. Dehqonchilikka mana shuni orqasidan daromad qilaman deganlar uchun juda serhosil, bozorgir, transportabilniy hisoblanadi. Astoydil mana shuni orqasidan bir qism daromad qilaman desa, yetishtirsa bo'ladi. Mana shunaqa bilistlari, o'zini chiroyliligi, sifatiga ega. Biz ham mana shu qulpnayni navini, sortini olib kelib ekib foydalanish maqsadida ko'paytiryapmiz. Xudo xolasa buni yanada ko'paytiramiz, xalqimizga ulashamiz nasib bo'lsa. Hozir sizlar bilan bir tup navni birgalikda o'lchaymiz, xudo xohlasa hisoblaymiz. Mana kecha mana shu navda men 70 dona hosil sanadim. Xo'p, bugun yana bir navni sizlarga sanab ko'rsatmoqchiman. Xo'p, mana bu gulshodadan boshlasak, bu yerda 3 dona yangi gullab kelayotgan meva bor. 1, 2, 3, 4,
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 de 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 de 48 49 50 51 52 53 mana yerda yana 4 ta bor 57 ta. Xo'p, endi bu tomonni sanaymiz. 57 ta sanadikmi? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 xo'p 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ta. Xo'p, 27 ta bo'lsa 77 ta 77 ga 84 ta mana shu navda hosil bor ekan. Bu eng ideal varianti. Ushbu navni o'zini potensialini ko'rsatadigan payt shu 25-iyuldan 10-avgustgacha eksa, mana shunda Xudo xolisa o'zini potensialini ko'rsatar ekan. Xudo xolisa ushbu navni ko'paytiramiz, inshaalloh xalqimizga ulashamiz. Buni ko'paytirib bozorimizni yanada yaxshi navlar bilan to'ldiramiz. Xudo xolisa kanalimizga a'zo bo'lib qo'yinglar. Xudo xolisa mana shunaqa yaxshi yangiliklarimiz ko'p. Navlarimizni birgalikda analiz qilib, yaxshisini muhokama qilib, Xudo xolisa xalqimizga ulashamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.